Barchaga assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlarga streamxonamni qisqacha obzorini ko'rsataman. Bu yoqda kompyuterim, bu yoqqa yana bitta monitor olaman. Kompyuterimda o'zimga kerakli ishlarni qilaman. O'zim endi olganman shuni o'zim uchun. Asosda bundan zo'rlarini olamiz, igravoylarini olamiz. Hozir budjetnisini olganman. Xullas, keyin yana bir ikkita gaplar. Kompyuterimning xarakteri 512 GB ga 12 360 video kartasi bor. Ko'p narsasini uncha o'zim ham tushunmayman, yaqinda oldim. Xullas, buni qiladigan ishim dizayner logo yasayman. Keyin video montaj qilaman. Telegram kanal, Instagram kanallarni yuritaman, YouTube kanal. Shu YouTube'ga videolarni montaj qilaman. Xullas, shunaqa gaplar. Agar sizlar like'larni bosib tursanglar, bundan da zo'r videolar chiqadi. Sizlar uchun hali proyektni zo'rini taxlab qo'yganman. Shunaqa bomba videocha. Sizlar uni ko'rsanglar, vobshe maza qilasizlar. Xullas, Navoiyda unaqa video bo'lmagan. Men oladigan video bundan keyingisi. Uning uchun bu videomizga 1,5 yo 2,000 ta like yig'ish kerak bolalar. Podpiskani bosib qo'yinglar. Xullas, kichkina obzor bo'ldi. Bu yoqda yana bir ikkita narsalarim. Endi nima deydi? Ozgina hayajon bor. Bo'ldi, shunaqa gaplar, kompyuterlarim, o'zim, xonam. Yana video ozgina qisqa qilyapman, chunki soat ham ancha kech bo'ldi. Bu video endi ertaga chiqaraman, indinga chiqaraman, montaji qachon bitadi, o'shanda qo'yaman. Xullas, o'zim bunda bu videoda uncha montaj bo'lmaydi, menimcha bez montaj qo'yib yuborishim mumkin. Video yoqqan bo'lsa, bilmadim endi 1 minut bo'ldimi, 2 minut bo'ldimi, video yoqqan bo'lsa bolalar like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Bundan da zo'r videolar sizlarning oldimda.